Bir olim o'zining haj safari asnosida Madinada ko'rgan bir voqeani hikoya qiladi. Masjid-i Nabaviyadan uncha uzoq bo'lmagan yerdagi tahoratxonalarning oldidan o'tib ketayotgan edim. Qarasam, tahoratxonaning eshigi oldida 4 ta politsiyachi bir ishga hozirlik ko'rgandek shay bo'lib, ichkaridan chiqayotgan odamlarni kuzatib turishibdi. Shu payt ichkaridan bir yigit chiqib keldi. Politsiyachilar shu zahoti u yigitni ushlab oldilar. Yigit yolborib baqira boshladi. Men tilanchi emasman, men o'g'ri emasman, men jinoyatchi emasman. Yaqinroq borib yigitga qaradim. Men uni tanidim. Uni Ravzaning ro'parasida doim yig'lab duo qilayotganini ko'rardim. Oq sariqdan kelgan, siyrak soqolli 30-35 yoshlardagi albaniyalik yigit edi. Politsiyachilarga bu yigit nima gunoh qildi dedim. Seni ishing bo'lmasin, yo'lingdan qolma turk deb javob qaytarishdi. Lekin men bilishim kerak, bu odam o'g'rimi deya yana savolga tutdim. Yo'q, o'g'ri emas dedi politsiyachilardan biri. Bu yigit qochoqlardan. Madinada noqonuniy yuribdi. Biz uni 6 yildan buyon quvamiz. Ushla olmaymiz. Endi tutamiz deganimizda Ravzaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qochib kirib oladi. U yerdan chiqara olmaymiz. Endi uni nima qilasizlar dedim men. Biz uni samolyotga o'tkazib Albaniyasiga jo'natamiz. Bu so'zlarni eshitib, yigitning esi chiqib ketdi. Baqira boshladi, unday qilmang. Men o'g'ri emasman. Men jinoyatchi emasman. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu yerdaman, meni ketkazmang. Politsiyachilar esa uning yolvorishlariga parvo qilmas edilar. Uning qo'llarini qayirib, sudray boshladilar. Yolvorishlari foyda bermagan yigit politsiyachilarga yuzlanib iltimos. Mening yuzimni Rasululloh tarafga qarating. U zotga aytadigan gapim bor dedi. Politsiyachilar, ayta qol. Nima gaping bor Rasulullohga deya istar istamas yigitning yuzini yashil gumbaz tarafga qaratdilar. Yigit yashil gumbazga qarab biroz tikilib turdi. Keyin qo'llarini ko'tarib iltijo qilib yolvordi. Ey Rasululloh, siz bilan kelishganimiz shunday edimi? Siz bilan kelishgan edik-ku axir. Sizni deb otamdan, onamdan kechib, do'konlarimni yopib bu yerga keldim axir. Ey Rasululloh, sizga qo'shni bo'laman deb